Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana bugun kech bo'lishga qaramasdan sizlarga yangi vakansiya, yangi ish yo'llar chiqarishga yana biz davom etamiz. Lazerchik bizga o'zi kerak. Agar lazerga tushunadigan, ishlab yurgan agar ukalarim bo'lsa, bemalol taklif etamiz. Razniy rabochiga ham ishimiz bor. Keyin o'zi ko'p gapirib o'tirmaymiz-da, ichkariga kiramiz, o'zi dalshi o'zi ishlarni ko'raveramiz o'zi. Keyin mana bir boshdan mana hamma ishlayapti beri. Bir boshdan o'zi kiramiz o'zi. O'rmaylar. 1 minut to'xtatamizmi? 1 minut to'xtatamiz. Qanday? So'llar yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi ishlar? Yaxshi, rahmat. Qayerdansiz? Aka Jizzax zomindan. Jizzax zomindan. Da. Ish qanday bo'lyapti? Yaxshi aka. Og'ir emasmi ish? Yo'q, yaxshi, zo'r. Aha. Qancha buni oyligi? Ya buni oyligi 90 ming. 90 ming rubl. Da. Ish og'ir emas. Yaxshi. Issiqqina joy. Da. Shunaymi? Omadingizni bersin. Mayli. Gazini bo'lsang. Hozir 1 minut o'zi nima qilamiz? Dalchi yana o'zi kelaveramiz o'zi. Mana bu yerda lazerni seximiz ber. Mana ukalarimga kelamiz. Hormasinlar. Qanday ishlar? So'llar yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Gap yo'q. Ish qanday? Og'ir emasmi? Bitta list qo'ysangiz qancha? Necha minutga kesadi? Ha? 10 minut, 15 minut, ha? Oylik qancha? 90 ming. Normalmi ish? Davolmi ishdan? Barakangiz bersin. Sog' bo'ling. Mana ko'ryapsizlar, dalshi boramiz bera. Bemalol mana. Farqi yo'q, yuragida o'tib bor akalar, ukalar kerak bera. Ishlayman deykan odamlar kerak bu yerda. Mana akamizga ham o'tamiz. Mana. Hey, qo'lga tushdi akamiz. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmi? Turing qani biri. Endi bildik endi siz endi nachayniksiz, gap yo'q aka. Ish qanday? Ish bo'ladi, tinch. Qayerdansiz aka? Xorazm. Xorazmdan. Siz qanday keldingiz bu yerda? Internet orqali qayerdan kirasan? Internet orqali. Mani kanalimdan, ha? Ish og'ir emasmi? Zo'r. Ha? Zo'r bo'ladi. Qancha buni oyligi? 90. 90 ming rubl. Gazini bo'lsang aka, omadingiz bersin. Kelinglar, dalshi ketamiz. Mana o'zi bizga ko'p emas, lazerga bizga где-то bir 4 ta kerak. 4 ta lazerga ishlab yurgan odam bo'lsa, olamiz. Gap yo'q. Mana razniy rabochiga ish deganman. Razniy rabochiga bo'lsa ham mana razniy rabochining ishlari mana bunday bo'ladi. Hormaylar. Assalomu alaykum. Qanday? Assalomu alaykum. Qanday sog'liqlar? Yaxshimi, tinchmi? Bo'lyaptimi ishlar? Qayerdan edingiz? Namangandanman. Namangandan. Ish og'ir emasmi? Yo'q, ish og'ir emas. Qancha oylik? Oylik premenni bir ishlashim, meniki ob'yom holatda ishlayman. Ob'yom emasmi? Ha, meniki ob'yom. Ishlashim qancha ko'p nima chiqarsam, shuncha ko'p pul olaman. Ob'yom holat. Premenni eng pasti 130 atrofida. 130 ming rubl, ha? Ha, rubl. Ob'yomda. Ob'yomda eng pastida. Omadingiz bersin, ko'ryapsizlarmi akalarim, ukalarim? Mana bormi ishlar ko'lar. Siz qanday keldingiz bu yerga? Bu YouTube orqali kelganman, Vafoxon degan ismli orqali kelganman. Xudoga shukr, yomon bo'lgan hajotim yo'q. Yotoq joyim, yedishtilarim bilan pashta yordam berib keldim. O'zbekistondan dokument qilishga yordam berdi promo kelishimga. Xudoga shukr, yomon bo'lmayapman. Akalarim, ukalarim, promo O'zbekistondan keldi bu ukamiz. Mani kanalimdan, shu Bafo musofirlari kanalidan keldi. Mana bu yerga o'zim kutib oldim. Ukamiz mana dokumentlariga barchasiga yordam berdik. Mana ishini bo's yuribdi. Gazini bo'lsang. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Ha. Akalarim, ukalarim, yuragida o'tib bor akalarim, ukalarim bo'lsa, razniy rabochiga, lazerniga, срочно vakansiya. Shunday tepaga qarasangiz agar nachalligim nomeri turadi. Birinchi ish yuzasidan o'shanga telefon qilasizlar. Xo'p, tushunmagan joylar bo'lsa, pastdagi nomer 3219 mani nomerim. Tushunmagan joylaringizni mendan so'raysizlar. Akalarim, ukalarim, granitsa xizmati ham bor sizlarga. Mana bu yerga qarasangiz agar vizitkasini qo'yaman, ismi Dima. Granitsa xizmati. Rossiya fuqarosi, O'zbekiston odami, o'zimizda ham yurtimiz, Rossiya grajdanini. Tilga 100% javob beradi, yo'lga 100% javob beradi. Sizni patentingiz bormi, yo'qmi, registratsiyangiz prasrochnimi, bez patent yurganmisiz, zalotoy koronadan qarzingiz bormi, hech qo'rqmasdan shunday telefon qilasiz.
Dima ismi. Vafo musofirlar kanalidan telefon qilyapmiz desangiz, agar sizga skidkasi bilan chiroyli qilib etib ketiradi. Akalarim, ukalarim sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.